Hammaga salom. Hozir sizlar bilan Uzrepdagi bo'layotgan to'palang haqida gaplashamiz. Nima desa bo'ladi? Ya'ni minor va instar kim o'zi, nimaga minorga tashagan? Mavzu shu haqida bo'ladi. Men o'zimning shaxsiy fikrimni bildirib o'taman albatta bo'layotgan hodisalarda. Chunki shuncha konferensiya bo'ldi, shuncha videolar qo'yilyapti. Haligacha bir to'g'ri konferensiya bo'ldi deb o'ylamayman, chunki hammasi shu PR show xohlashyapti. Ya'ni minor shu battle qilish kerak, qatnashish kerak, shu o'zini kimligini bildirib qo'yish kerak degandaqa qilishyapti bular. Ya'ni nimadir xohlashyapti bular, o'zlariga nimadir tilab olishyapti. Buni nomi minor tomonidan atvet bo'ladi. Nimaga minor tomonidan atvet? Minor chunki man tomonidan, ya'ni Farg'onadan, men ham Farg'onadanman. Minorni eshitaman men ham. Xullas minor tomondanman. Chunki sen nimaga minor tomondan gapiryapsan deyishlaring mumkin. Chunki to'g'ri minor tomondanman. Minordan atvet emas, bu minor tomondan atvet. Farqiga boringlar bu narsani. Endi qarang, keling mavzuni boshiga qaytamiz. O'zi nima bo'lgan, qayerda bo'lgan, kim bo'lgan, nima bo'lgan, hammasini boshidan birma-bir tahlil qilib gaplashib chiqamiz. Yaqinda eshitib qoldim, Instar aytdiki, menga degan muxlislari, minorning muxlislari yozishib yotibdi. Men o'zi minoriga vapsheta mana anaqam yo'q, adovatim yo'q edi. Minorning muxlislari kelib, "Sen minor bilan battle qil, minor seni sikadi, u qiladi, bu qiladi" deb gapirgan gaplarini men chidalmadim, ko'tarolmadim dedi. Keling o'zi vapsheta bu narsani nima bo'lgan? Qarang. Birinchi bo'lib 2023-yilda menimcha, aniq yilini eslolmayman, 2023-yilda Instar chiqib olib minor battleda hakamlik qilgan paytda Instar gapirgan. Kim o'zi bu nimaga chiqib hakamlik qilyapti? Minorning fanatlari zombilar, manqurtlar deb gapirilgan gapdan keyin minor fanatlari unga tosh otishni boshlagan. Chunki men o'zim shaxsan o'sha gapirgungacha men Instarning kimligini tanimas edim. Vobsheta kim o'zi, nima ish qiladi, qayerda qatnashgan, qanaqa battle'ga qatnashgan. Vobsheta chiqib olib gapirgan gapiga atvet ham qilganman. Men ham videoda minor o'zi ham atvet qilgan bu gapiga. Xullas, shu narsadan keyin boshlangan minorning fanatlari unga yozishi. Ungacha daji hech kim bu narsaga Instarga atvet qilgan yo'q edi. Instarga minorni gapirgan yo'q edi. Xullas, o'shanda gapirgan shunaqa deb. Minor kim o'zi, nimaga u hakamlik qiladi, bir ikkita yozib qo'ygan disi uchun hakam bo'ldimi, battleda o'zi nimaligini biladimi minor degan o'shanda. Xo'p, qaranglar, hozir ko'pchilik aytayaptiki, minor battle MC emas, minor disser deyishyapti. Minor shunaqa, minor bunaqa. Minor battle MC ga kirsa yutqizib qo'yadi deyishyapti ba'zilar. Ba'zilar unaqa deyapti. Vobsheta battle degan narsa rapning ichiga kirib ketadi. Rap bu narsa hip-hop janrida ichida bo'ladi bu narsa rap. O'sha battle ham rapning ichiga kiradi. Ya'ni nima demoqchiman men? Shu birorta rapper yoki kimdir nima qilsa bo'ladi, ijod qiladi-ku, shu ijod qilganda boshqa rapper bilan o'rtada kuch sinashi bu narsa battle bo'ladi. Ya'ni kim yaxshiroq aytadi, kimda texnika kuchliroq, shunaqa narsani solishtirish uchun battle uyushtiriladi vobsheta o'zi. Keyin shu narsani ba'zi bir insonlar o'zlariga xuddi respublikani ichida yana bitta respublika qilib olishyapti odamlar. Minor battle MC emas, battle vobsheta boshqa narsa. Qanaqasiga boshqa narsa bo'ladi? Bu narsa ham rapning ichiga kirib ketib qolsa. Qanaqasiga boshqa narsa, qanday, qaysi miya bilan fikrlash kerak bu narsani? U ham rap aytayapti, bu ham rap aytayapti.
bu narsani solishtirish vaqtida bo'lmagan narsa. U battle boshqa narsa, battle u narsa degan narsani. Xo'p, qaranglar, minor dis aytib yurgan paytida hali chala repchalar hali yo'q edi, nikto edi. U Instari ham, kreativi ham, boshqasi ham vobsheta garshoyda o'tirishgandi ular, u odamlar. Ishonasizlarmi shuna gapimga? Minor 2013-yildan boshlagan bo'lsa, birinchi bo'lib disdan kirib kelgan u inson. Disda ayalmaydi, birovni hali qanaqadir tartib qoida bo'lmaydi aytdi. Shunaqa darajada gapirganki dislarida, u даже muxlislari tan bergan shu narsaga, minor haqiqiy dissirligiga. Disda orqasidan ko'tarilgan minor. Minor shuni dis ko'targan minordi. Disda orqasidan ko'tarilib, zo'ri bormi degan, zo'rini olib chiqqan, zo'ri kelgan minor bilan dislashgani bo'lsa, yegan minor yutgan. Disda yutilmaydi deyilayotgan gapga mana atvet sizlarga. Disda yutilmaydi emas, qanday yutilmaydi? Yeb qo'ydimi? Bo'ldi. Fakt minor dislarida faktni gapirgan. Hamma narsani fakt bilan keltirib chiqarib bergan hatta narsani. Tan bergan o'sha nima desa bo'ladi, raqibi ham tan beradi, bo'ldi, yutqizadi. Atvet qaytara olmaydi unga, javob qaytara olmaydi, shu bilan yutqizdi deb hisoblanadi u narsa. Atvet qaytarib, misol uchun muxlislar tan bersa o'sha atvetiga, shunda yutgan bo'lib hisoblanadi bu narsa. O'sha paytda ham keyin minor aytgan, "Ey, kim bor? Zo'ring bormi? 10 tang bormi? Ke" deganda. Qani o'sha sayrayotganlar nimaga chiqishmagan o'sha paytda? Nimaga gap borishmagan o'shda? 10 tangga men bitta o'zim chiqaman degan paytida. Hozir mana minor o'sha bo'ldi, battledan chiqib ketdi, o'sha disdan temadan chiqib ketdi, bunaqa janjal temadan chiqib ketdi. Sizlar o'ylashlaring bo'yicha o'sha battle deysizlarmi? O'sha narsadan chiqib ketdi, bo'ldi minor, bo'ldi, o'zini ijodini, karyerasini qurib bo'ldi minor. Sizlarga naxoy kerak emas u narsa minorga. Sizlar bilan dislashib, battlashib, minor o'sha karyerasini qurib bo'lgan u inson. Yetib bo'ldi, o'zining muxlislari bor, o'zining har xil tomondan yo'llari bor, odamlari bor o'sha. Sizlar vobsheta niktosizlar, sizlar просто battlesizlar, xolos. Bu normalniy bir ijodlaring yo'q, normalniy chiqargan treklaring yo'q. Shunaqa trek chiqaringlarki, sizlarga fanatlik qilsin insonlar. Minorni fanatlarini yomonlayotgan odamlarga qaratilgan gaplarim mana. Shunaqa darajada zo'r trek chiqarib qo'yinglar, minorda eshitmasdan sizlarda eshitsin o'sha insonlar. Sizlar qila olasizlarmi shunaqa narsa? Yo qo'llaringdan faqat battle qilish, bir-birlaringni so'kish, kamsitish keladi xolosmi? Boshqa narsa kelmaydimi qo'llaringdan? Ko'tib o'qagansizlarda bunaqa bo'lsa, bir normalniy ijod qila olmasalaring, normalniy rep chiqara olmasalaring, nima qilasizlar? U sakiraverib, o'zlaringga bir shuni ep ko'ryapsizlarmi hozir? Shuni zo'r ko'rinyapman hozir deb o'ylayapsizlarmi xalqning oldida? Qanaqasiga? Bo'lmagan narsa-da bu. Shunaqa zo'r rapper bo'lyapti, sizlarni tan olsin xalq, yo onasini ham zo'r rap aytyapti, shunga fanat bo'laman deb sizni ham eshitsin. U minorni muxlislarini yomonlashdi, naxoy keragi bor bu yerda. Nimaga minorni muxlislarini yomonlash kerak? Muxlislarda nima? Minor zo'r rap aytgani uchun unga fanat bo'lganimida aybi? Nimada aybi? Keyin minor sizlarda manaqa bala-bulg'ona gaplaringga atvet qilmayotgani ham sababi bor. Nimaga sababi? Sizlar aytyapman, sizlar vobsheta kerak emassizlar. Sizlarda orqalaringdan minorga hech qanaqa PR ham kelmaydi, foyda ham kelmaydi sizlarga atvet bergani bilan. Sizlarga o'sha aytyapman, minor karyerasini qurib bo'lgan, bo'ldi, unga kerak emas bunaqa narsa tortishib, olishib, ko'rkali zo'rligini ko'rsatib qo'yish kerak emas. O'sha paytida ko'rsatib qo'yib bo'lgan minor. Sizlar orqalaringdan minorga foyda kelmaydi. Sizlar minorda orqasidan foyda qilasizlar, xolos bitta. Agar qo'llaring qaynab ketib, bo'lmay ketayotgan bo'lsalaring, shu minorni ko'ra olmasdan, minorni fanatlariga osilib, o'sha baqa osilib, aqa osilib bo'lmay ketayotgan bo'lsalaring, shunaqa darajada dis yozinglarki, minorni kamsitib yer yuboringlar-da shu darajada. Minorni qoni qaynaganidan sizlarga atvet bersin sizlarga. Shu narsa kerak bo'lsa agar.
Minor sizga hech qachon birinchi o'rinda sizga dis yozmaydi. Siz niktosiz uning uchun. Hech kim emassiz minor uchun siz. Siz na boshqa bir foydasi tegadi minorga, na boshqa narsasi tegadi. Minorda o'zi yetadi qilgan ishlari. Hujjatli litsenziyasi bor uni, oilasi bo'lishi mumkin. Birov bilmaydi uylanganmi, uylanmaganmi. O'zining hayoti bor, shaxsiy hayoti bor. Shu narsalarni ham o'ylash kerak. Minor agar sizlarning yoshlaringda bo'lganda hozir no atvet qilish mumkin edi o'sha sizlarning mashi gaplaring uchun. Hozir unga kerak emas bu narsa. Minorda o'zining normalniy karyerasi bor. Bitta muzika qo'ysa, bitta rep qo'ysa, million prosmotr bo'ladi o'sha unda. Minorda taniydi hamma. Keyin aytib turib olib minorda fanatlari manqurt, zombi, unaqa, bunaqa deyishdi keragi yo'q. Minorda fanati bilasanmi qanaqa odamlar bor? Minorda fanatlari xo'p, eshit senga aytayapman qara. Minorda fanatlari reperlar, repga qiziquvchilar, fan taraflama o'ylaydiganlar, fikrlaydiganlar, miyasi bor insonlar, gammerlar, o'yin o'ynaydiganlar, streamerlar kuzatadi minorda. Ilm-fanga qiziqadigan insonlar kuzatadi minorda. Faqat shu rap battle uchun kuzatishmaydi uni. Uni har tomonlama o'zini ko'rsatib bo'lgan minor. Har tomonlama o'zi olib chiqib bo'lgan ijodini ko'rsatib qo'ygan o'zi. Minorda qilgan ishlarini sen hayoting davomida ham qila olmaysan u narsalarni. Minorda kallasi ishlaganchalik seni kallang hali beri ishlamaydi. Shu narsani ham o'ylaganmisan? Minorda fanatlari zombi deysan, u deysan, bu deysan. Fakting bormi? Minorni keltirib berasanmi biz zombiligimizni? Bala bo'lsan, fakting yo'q, sen gapirgan gapingga atvicat qila olmaysan. Senga bas qilib beri, unga naql gapirish. Keyin instar qara. Sen xalqda oldida o'zi chesti yo'q insonsan. Chesting yo'q seni. Nimaga? Sen birovning onasidan kelaverasan, birovga gapiraverasan. Bemalolda senga ta'sir qilmaydi. Sen uchun u gap javob haqoratli so'z emas. Birovdan onasidan kelish yoki sen onangdan kimdir kelishi. Sen uchun bilmayman, oddiy so'z bo'lsa kerak. Biz insonlar uchun, insonman deb ataydigan odamlar uchun o'zini bu narsa chestga tegish bo'ladi. Keyin ba'zi bir bala bo'l dalbayob insonlarda orqasidan Farg'onaga gap tegishi mumkin emas. U dalbayob, u ham dalbayob, sen ham dalbayobsan, qara. U nimaga dalbayob? Onasidan kelganing uchun sendan borib so'rab ola olmagani uchun dalbayob u. Bilmayman, uni ham chesti yo'q, seni ham chesting yo'q bitta hozir. Chesti bo'lganda, g'ururi bo'lganda borib seni birma xolasing 10 ga birmi, 20 ga birmi borib sendan so'rab olardi. Chunki men bo'lganimda mana shu ishni qilardim. Chunki men bitta sizlarni konferensiyalaringni eshitib, men qonim qaynab bo'larim bu bo'ldi sizlarning gaplaringni eshitib. Bilmayman qanaqa insonsizlar, sizlar bilmadim. Farg'ona rep qo'shini degan gapini sen gapirding, Farg'ona rep qo'shinidan gapiryapman deyapti u ham. Farg'onalik bo'lgandan keyin, Farg'onada rep aytayotgandan keyin nima deyish kerak u? Farg'ona rep qo'shini deb chiqadi. Yo u birtasiga Farg'ona rep qo'shini sani u qiladi, bu qiladi deb gapirmagan uni ham. Farg'ona rep qo'shini deb qo'yadi. Bu narsa uchun mana senga gapiryapman gap. Xullas, qarochi, eshit, kiming boru minorga sakraganing, yo shu Farg'ona, Laydream, hamma sakraganlar boru, eshitinglar qarochi. Minorda bitta disini olib, sani eng zo'r ijoding bor-ku, eng zo'r chiqargan darakingni yonma-yon shunday solishtirsa, любой odam tan oladi minorni. Любой, ya'ni begona odam, natural, вообще-то o'rtada ikkalasini ham tanimaydigan odamga shunday eshittirgan. Mana shu yaxshi ekan deydi. Dalbayob gapirishdan oldin o'ylab gapir gapingni. Unaqa xohlagan gapingni, tilingga kelgan gapni gapirib yubormagin undan oldin.
Keyin xullas raz zajdang bormi? Raz shuni sen o'zing bilgan o'sha battle territoriyasida sen o'zing o'shuni bilasanmi? Raz shunda yutib olmoqchimisan o'sha insonni, minora sen yutib olmoqchimisan? Raz o'ziga yoz dizingni. Shu darajada zo'r yozginki, senga atvet qilsin. Bag'day fanatlar ham minorni tinch qo'yishmasin. Mashinaga atvet qiling, mashinaga yozing deb. Sen shu darajada atvet qilishing keraksan. Senga hech qachon minor atvet qilmaydi. Agar minor xo'p, kreativ dis yozdi deylar. Kreativ aytayapti-ki, men deyapti, hamma shu minor raqiblarining ichida eng zo'r disni men yozganman deyapti. Qanaqasiga u biladi, qaysi miya bilan gapiryapti eng zo'r disni men yozganman. Men o'sha kreativda aytayapman, men o'zim disda yutib berman, ishonaman shu gapimga. Kreativni, instarini, luboyini men o'zim shunchalik yutib qo'yishga uverinman даже. Mana nimam kelmaganda kreativni disiga. Mana hali dis yozgim kelmagan. U menakini oldida minor vobshe kelmaydi. Vobshe minorda dis yozgisi kelmagan. U minorda asabiga ham tegmagan. Minorda u qadimdir bilan deb qo'zg'atib ham qo'ymaganda g'azabini. Yemagan disi bilan men dis yozganman deyish vobshe bo'lmagan narsa, bo'lmagan gap bu narsa. Haqiqiy rapper hech qachon muxlislarga tashamaydi. Muxlislar boshqa daraja. Minorni o'zida zajdang bormi? Minorga yoz, minorga gapir. Bo'ldi. Senga shu gapim. Keyin o'rtada daraja, ustunlik degan narsa bor. Aytayapman-ku, minor dislashib yurgan paytida sen o garshoyda nimada o'ynab o'tirarding, eshigingda qum o'ynab o'tirarding sen. Miyang fikrlash doiring past bo'lgan u paytda seni. Dis nima, rap nima, vobshe bilmagansan hali u paytda. Minor rapda u pianino chalib yurgan paytlarida, rap yozib yurgan paytlarida. Kallangni ishlat, minor vobsheta dis temasida shu eng zo'r dis Farg'onadan chiqqan. Farg'onadan minor laydrim olib chiqqan shu narsani. Olib kirgan O'zbekistonga desa bo'ladi. Eng zo'rini dislashishdi. Minor olib kirgan, minor hammasini yutgan. Faktlar bilan keltirilgan mana bu narsalar. Seni bormi shunaqa narsa qilgan narsa, ishlaring bormi? Kim taniydi seni? Mahallangda 4 ta boladan boshqa hech kim tanimaydi seni. O'rtoqlaringdan boshqa odam senga like bosmasa kerak kirib. Yoki o'zing akkauntingni biladi. Muzikalaringga bosilgan like'lar ham bilmayman, to'g'risi. Xullas, minor sanlarda tenging bas. Tenging bilan olishgan, minor sanlarda tenging emas. Yosh nisbatida ham ijod taraflama ham seni tenging emas. No, misol uchun Doksim yoki Konsta, Massa, Asolvayn shular misol uchun minorga battle yoki dis tashkil qilamiz desa, minor конечно bittada qabul qiladi. Chunki ular senga o'xshagan nikto emas. Hech kim tanimaydi, ko'chada mahallasida 4 ta bola tanimaydi emas. Taniqli insonlar ular. Tavba yo'q, fikrlashingga siz kelsan, yibanni bilib. O'ylab bilib, miyani ishlat bilib, yoshing katta bilib, fahmlashing bilib, fikrlashing bilib, 5 yoshli bolanikida qil. Shunchalik ochmisizlar shunchaki. Bilib, shunchalik show xohlaysizlarmi, shunchalik dis xohlaysizlarmi? Agar minorsalarga dis yozsa, mana bu bitta dalboyib tilshunosga o'xshab yo'q bo'lib ketasizlar, nikto bo'lib ketasizlar, hammalaring nikto bo'lib ketasizlar. Ishonasizlarmi shu gapga? Minor shu darajada qattiq yondashadiki shu narsaga. Sizlar vobshe yo'q bo'lib ketasizlar. Mana bu dalboyib o'tiribdi mana anaqada biladi. Yo'qotishdan nimani yo'qotasiz? Narsalarimni yo'qotishdan qo'rqaman deb o'tiribdi. Ongingni ishlat, mana bittasi ko'zing oldida turibdi. Biz minor bilan dislashgan, minor bilan battle qilgan. Qanaqa bo'lganini ko'rib turishibsan hamma. Xullas, meni bu temada kim deb hisoblaysizlar, vobshe menga farqi yo'q. Rapper deb hisoblaysizlarmi, ashillachi deb hisoblaysizlarmi, bloger deb hisoblaysizlarmi? Umuman farqi yo'q. Hamma o'zini shaxsiy fikrini bildirishga haqli. Va men
shunga nisbatan meni ham haqqim bor, majburman. Nimaga majburman? Chunki hali beri hech kim gapirmayapti, hech kim chiqmayapti. Mana men gapiraman, mana men aytaman hammasini deb qilmayapti-da. Hamma shov xohlayapti bitta. Hamma shu minor dis yozish kerak, minor qilish kerak. Hype biladi. Hammasi hype. Prosta hype uchun. Normalni ijod qila olmaydi-da, hype qilib o'tiraveradi shu. Qo'lidan poq tiyish kelmaydi. Sha'ning poq tiyish kelmaydi qo'lidan. Hype qilib o'tiraveradi. Shu kimnidir ko'tini ko'ylash kerak, kimnidir fanatilga gapirish kerak, kimnidir unaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak. Dalbayob normalni ijod qil, normalni zo'r replar chiqar, zo'r treklar chiqar. Sanga muxlis bo'ladi odamlar. Sanga fanat bo'ladi odamlar. Ongingni ishlatgan sal biladi. Detskiy paniyatka bilan miyangga skezani. Yiban biladi. Shuning ichida Kuba sizga ham gapirib o'tishim kerak. Chunki siz bilaman, erkakmisiz, erkak bo'lsangiz tan oling, minorni siz ham muxlissiz. Tan oling, siz hech kim oddiy nimasiz, qarang. Nima desa bo'ladi? Uzrep yangiliklari kanalini egasi emas, oddiy inson bo'lganingizda siz minorni tarafida bo'lardingiz. Chunki siz ham minorni eshitib katta bo'lgansiz, minorga muxlissiz. Buni bilamanmi? Nimaga siz endi aynan shov qilayotgan paytingizda mana o dalbayoblar bilan gaplashishayotganda ular gapiga qo'shilib ha kulib, nima minor yo'q paytda ular minorga gapirib ishoning, sizni Laydreamdagi, misol uchun Laydreamda muxlislari, minor muxlislari sizni o'sha daj yomon ko'rib qoldi, ishonasizmi? Men fakt bilan keltirib beraman. Любой inson o'sha siz neytral bo'lib turmayapsiz o'rtada. Neytral bo'lib turmayapsiz. Minor muxlislari gapirayotganda gapini bo'lyapsiz o'rtaga. Instar kreativ gapirayotganda ha deb kulib qo'shilib o'tiribsiz. Neytral bo'ling, o'rtada bo'ling. Restoratormisiz, restorator bo'ling. Showni siz tashkil qilyapsiz. Showni. Bu narsa o'zidan o'zi kelib chiqmayapti bitta. Showni siz tashkil qilyapsiz hozir. Nimaga Hayot Erigimov gapirayotganda tashkilotchi kim, restorator kim deganda men jim o'tiribsiz. Men tashkil qilyapman. Uzrepda davay mana shu narsani qo'zg'atish kerak, chiqarish kerak. Uzrep aktiv pastga tushib ketyapti deb gapirmayapsiz. Jim deb kulib o'tiribsiz. Unaqa bo'lmaydi-da, unaqa bo'lmaydi. Men tashkil qilyapman shu narsani. Shu narsaga qiziqyapti, ko'pchilik qiziqadi mana shu narsaga. Instar bilan minora o'rtasiga qiziqadi. Hamma eshitgisi kelyapti. Shuning uchun men tashkil qilyapman shu narsani. Shunaqa bo'lib rost gapirmayapsiz. Rostini gapirmayapsiz. Rostini aytib chiqing. Nimaga jim turdingiz kecha? Xullas, sizlarga gapim ko'tlaringni qisinglar. Sizlarga bas. Minorchilarni yevoradi, yo'q qivoradi, taypaylaring bilan o'chirib yuboradi. Rap bo'yicha sizlar minorchilarga teng bas. Sizlar hali u вообще bor sizlarga. Zo'r treklar chiqaringlar undan ko'ra. Odamlarni mehrini qozoninglar deb, sizlarni eshitsin, miyalaringda nima bo'lsa o'sha narsalar chiqaringlar deb tashqariga ijod qilinglar. Bo'lmagan bo'xton bir balo gaplarda gapirib, kimnidir ko'tini ko'ylamanglar. Yarashmaydi erkak kishiga. O'g'il bolamisiz, o'g'il bola bo'ling bo'ldi. Dadingiz sizni ko'rganda o'g'il ko'rdim deb elga osh bergan, to'y qilgan. Keyin men unga o'xshab chesti yo'q, chestikar bo'lmanglar. Normalni inson bo'linglar bo'ldi. Kim qanaqa qabul qilsa o'ziga havola, o'zlaring bilasizlar. Men gapimni gapirdim. Mana shu gaplar gapirmasam bo'lmas edi. Vijdonim chidamadi mana bu narsalarni gapirmaslikka. Men dis otmoqchi edim. Hozir men O'zbekistonda emasman, sharoitim ham yo'q. Migrantman hozir, to'g'risi. Rossiyadan ishdaman. Qo'limdan boricha agar yo'q, mana shu bolani ham endi ko'tini ko'ylaymiz. Sizlarning chidamasalaring, men ilojini qilib yurib sizlarga dis qilaman men kerak bo'lsa. Bo'ylaring bilan chiqaveraman men. Даже shu narsaga yetadi, aqlim yetadi shu narsaga. Minor chiqmasa sizlarda.
qilmaydi bu aniq sizlarga.